Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan aorta abdominalis, ya'ni qorin aortasi haqida gaplashamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, videoni boshladik. Aorta abdominalis, qorin aortasi. Qorin aortasi bu ko'krak aortasining davomi hisoblanib, bu yerda e'tibor beringlar, diafragmaning hiatus aorta degan teshigi bor. O'sha teshigidan o'tgandan so'ng bizda qorin aortasi boshlanadi. Qaysiki bizda 12-ko'krak umurtqasining pastki chegarasidan to 4-bel umurtqasining o'rta qismigacha davom etadi va undan keyin umumiy yonbosh arteriyalarga bo'linib ketadi. Qorin aortasining tarmoqlarini ikkiga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni visceral tarmoqlar hamda parietal tarmoqlar. Birinchi bo'lib ko'rib chiqamiz qorin aortasining visceral tarmoqlarini. Visceral tarmoqlar ham o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Juft hamda tog' tarmoqlar. Birinchi bo'lib tog' tarmoqlar, ya'ni visceral tog' tarmoqlar haqida gaplashamiz. Birinchi tarmoq bu truncus ciliacus hisoblanadi. Truncus ciliacus haqida video chiqarganmiz. Ekraningizda ko'rinib turgan video darslik orqali truncus ciliacus haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Truncus ciliacus 12-ko'krak umurtqasining pastki sohasidan chiqadi va aorta abdominalisning oldinga chiquvchi tarmog'i hisoblanadi. Yon tomonga emas, ya'ni oldinga qarab chiqadi. Va oldinga qarab chiquvchi tarmoqlari 3 ta bo'ladi. O'sha 3 ta tog' tarmoq hisoblanadi. Truncus ciliacus, ikkinchi tarmog'imiz esa mesenterica superior, uchinchisi esa mesenterica inferior hisoblanadi. Mesenterica superior bizda birinchi bel umurtqasining ro'parasidan oldinga qarab chiqadi. Mesenterica superior. Mesenterica inferior esa 3-bel umurtqasining ro'parasidan oldinga qarab chiqadi. Bular qorin bo'shlig'idagi tog' a'zolarni qon bilan ta'minlanishida ishtirok etadi. Mesenterica superior hamda mesenterica inferior haqida ham alohida video darslik chiqarilgan. Ushbu video darslikni ham kanalimizdan topishingiz mumkin. Demak, qorin aortasining visceral tog' tarmoqlari ketdi. Endi esa visceral juft tarmoqlari haqida gaplashamiz. Visceral juft tarmoqlari asosiy holatda 3 ta tarmoq bo'ladi. Arteria suprarenalis, ya'ni bizda buyrak usti bezini qon bilan ta'minlovchi tarmoq, hamda arteria renalis, buyraklarni qon bilan ta'minlovchi tarmoq, hamda arteria gonodalis, ya'ni jinsiy a'zolarga boruvchi tarmoq hisoblanar ekan. Hozir ularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Do'stlar, birinchi tarmoqni arteria renalisdan boshlasak, hop, arteria renalis bu buyraklarni qon bilan ta'minlovchi arteriyalar hisoblanadi. Hop, arteria renalis bizda aortaning qaysi qismidan chiqadi desak, birinchi hamda ikkinchi bel umurtqalari bor. O'sha bel umurtqalarining o'rtasida intervertebral disklar bor. O'sha intervertebral disklarni o'sha ro'parasiga to'g'ri keladi, chiqish joyi aortani. O'sha aortaning o'sha visceral juft tarmog'i hisoblanadi. Endi e'tibor beramiz bu yerda
qorin aortasidan alohida buyrak usti bezi uchun ham arteria suprarenalis chiqadi va bu tarmoq arteria suprarenalis media deb ataladi. Nima uchun arteria suprarenalis media deb ataladi? Sababi buyrak usti bezini qon bilan ta'minlanishini 3 ta tarmoq o'z bo'yniga oladi. Birinchisi arteria suprarenalis media hisoblansa, ya'ni bu tarmoq qorin aortasidan to'g'ridan-to'g'ri glandula suprarenalisga kelyapti va undan tashqari arteria suprarenalis superior hamda inferiorlari ham bor. Arteria suprarenalis inferior arteria renalisdan chiqadi. Arteria suprarenalis superior esa aortaning parietal bitta tarmog'idan chiqadi, ya'ni qaysiki arteria phrenica inferiordan. Va do'stlar, mana shu arteria phrenica inferiordan bitta tarmoq chiqadi, arteria suprarenalis superior. Shunday qilib do'stlar, buyrak usti bezining qon bilan ta'minlanishi 3 ta asosiy tarmoq orqali amalga oshiriladi. Arteria suprarenalis inferior, arteria suprarenalis media, arteria suprarenalis superior. Arteria suprarenalis superior arteria phrenica inferiorning tarmog'i, arteria suprarenalis media aorta abdominalisdan to'g'ridan-to'g'ri chiqadi. Arteria suprarenalis inferior esa arteria renalisning tarmog'i hisoblanar ekan. Nima uchun bunaqangi qon bilan ta'minlanish mavjud? Sababi bizda buyrak usti bezi endokrin sistemasiga kiradi va juda ham muhim holatdagi gormonlarni ishlab chiqarilganligi uchun juda ham kuchli qon bilan ta'minlangan hisoblanadi. Ya'ni bu yerdagi gormonlar tezda qonga chiqib ketishini o'sha ta'minlash uchun shunaqa qon bilan ta'minlangan. Aorta abdominalisning keyingi visceral juft tarmog'i bu arteria gonodalis hisoblanadi. Arteria gonodalis bu jinsiy a'zolarga boruvchi arteriya hisoblanadi. Bular ham juft bo'ladi. Arteria suprarenalis, arteria renalis hamda o'sha arteria gonodalislar bular juft hisoblanadi. Ya'ni jinsiy a'zolarga boradi. O'shaning uchun agarda erkaklarda bu arteria gonodalis arteria testicularis deb ataladi, ayollarda esa arteria avarica bo'lib chiqadi. Shuning uchun umumiy holatda arteria gonodalis deb ataladi. Demak, ayollarda bu arteria ovarica bo'lib chiqadi. Erkaklarda esa arteria testicularis bo'lib chiqadi. Bo'lib chiqar ekan. Endi do'stlar, aorta abdominalisning parietal tarmoqlari haqida gaplashsak. Aorta abdominalisning parietal tarmoqlariga arteria phrenica inferior hamda arteria lumbarislar kiradi. Arteria phrenica inferior haqida gaplashib o'tdik, ya'ni hiatus aortaga yaqin joydan chiqadi. Ya'ni aorta abdominalisning eng boshlanish qismidan chiqadi va diafragmaning ostki qismini qon bilan ta'minlanishda ishtirok etadi va arteria suprarenalis superior tarmog'ini ham berar ekan. Arteria lumbaris esa asosiy holatda 5 ta bo'lib chiqadi. Hozir mana shu 5 ta arteria lumbarisni asosiy holatda ko'rib chiqamiz. Birinchi arteria lumbaris birinchi bel umurtqasining ro'parasidan chiqadi.
Ikkinchi arteriya lumbaris esa ikkinchi bel umurtqasining ro'parasidan chiqadi. Uchinchi arteriya lumbaris esa uchinchi bel umurtqasining ro'parasidan chiqadi. To'rtinchi arteriya lumbaris esa to'rtinchi bel umurtqasining ro'parasidan chiqadi. Bizda 5 ta edi. 5-inchisi qayerdan chiqadi desak, bu yerda bifurkatsiyasi joylashgan, ya'ni ikkiga bo'linish qismi, ya'ni umumiy yonbosh arteriyalarga bo'linib ketyapti va mana shu bifurkatsiyadan arteriya sacralis mediana chiqadi. Mana shu arteriya sacralis medianadan 5-arteriya lumbaris chiqadi. Demak, yozib qo'yamiz. Arteriya lumbaris birinchi, arteriya lumbaris ikkinchi, arteriya lumbaris uchinchi, arteriya lumbaris to'rtinchi hamda arteriya lumbaris 5-tarmoq. Shunday qilib do'stlar, sizlar bilan aorta abdominalis va uning tarmoqlarini ko'rib chiqdik. Sizlarga ushbu video foydali bo'ldi degan umiddaman. Kanalimizni kuzatishda davom eting.